Sinaluvchi javobni noto'g'ri berganda, unga qarshi elektr toki tugmasi bosilardi. Bu maxsus tajribaning bir qismi edi. Har safar xato javob bo'lganda, tok kuchi tobora oshib borardi. Shu payt jabrlanuvchi qattiq baqirib, azob chekayotganini bildirib, iltimos bas qiling deb yolvorar edi. Ammo yoningizda oq xalat kiygan olim turib, sizga qat'iy ohangda davom eting, bu tajriba uchun kerak deb buyruq berardi. Siz esa ichingizda ikkilansangiz ham, uning so'ziga quloq solib tugmani yana bosishni davom etasiz. Hatto u endi hushini yo'qotdi, balkim o'lib qoldi degan fikr xayolingizdan o'tganda ham baribir buyruqqa itoat qilasiz. Aslida siz bilmagan narsa shuki, qarshingizdagi odam aktyor bo'lib, uning qichqiriqlari haqiqiy emas edi. Tajriba aslida sizning ustingizda borayotgan edi. Ya'ni odamlar hokimiyat vakilining gapiga nechog'lik ko'r-ko'rona bo'ysunishini sinash maqsad qilingan edi. Natijada ko'plab ishtirokchilar hatto boshqa odamni o'ldirib qo'yishi mumkin bo'lsa ham, oq xalat kiygan olimning davom eting degan gapiga quloq solib, tugmani bosishda davom etgan. Bu tajriba 1960-yillarda o'tkazilgan bo'lib, u odamlar men faqat buyruqni bajardim deb o'ylaganda, qanchalik xavfli chegaralarga yetib borishini isbotlab berdi. Bu insoniyatga ogohlantirish bo'ldi. Ko'r-ko'rona itoat qilish odamzodni dahshatli oqibatlarga olib kelishi mumkin.